bitta mikrofon tekshirib olaylik. Mikrofon ishlayotganini bilib olsak, hatto soy shovulyapti, ovozi qanaqa chiqayotganini bilaylik. Probni tekshiringchi. Hozir daraga kirish joyiga kelib qoldik. Mana shu qoya toshlarga ko'rib har gal ajablanaman-da. Bu oldin qatlamlarni ko'ryapsizlarmi? Vertikal bo'lganda. Bu qanaqa bir qudratli kuch bo'lishi kerakki, bu tog'ni, bu shunaqa katta tog'ni vertikal holatdan gorizontal holatga o'tkazishga-da. Bu o'sha bir paytlar tektonik qatlamlar bir-biri bilan to'qnashgan paytda bir-biriga urilib, tegib, tepaga ketish natijasida ikkita tektonik qatlam kelib turib, razlom deydi-yu. Mana shunaqa bo'lib tog'lar ko'tarilib ketganda, o'sha paytda agar mana shu joyda bo'lib bo'lganimizda, mana shu tog'larni shakllanayotganini ko'rganimizda sochlarimiz tikka bo'lib ketgan bo'lardi. Bu qanaqa bir Allohning qudrati, buyuk qudrat-da bu. Bu tomonda qora qoya hozir boshlanadi, uni ham ko'rsatamiz. Ostidan suv shunaqa bir chiroyli bo'lib, eshilib, sharshara bo'lib tushadi. Netga kelib darani og'zi bo'lgani uchun shamol ham kuchli bo'ladi-da bu yerda. Mana bu yerda tekislikdan chiqib kelasan, erta shamol bir uradi. Xuddi saniki tog'lar qarshi olayotgandek, kutayotgandek, ogohlantirayotgandek shunaqa hissiyot kechadi-da. Buni shu yerga borib, oldiga borib, ustingga qulab ketgudek bo'lib turgan qoyalarni ko'rganingda aytasan. G'ayrat bilmasa gapirmasa ekan deysizlar. Ana marhamat. Manzarani ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Har gal shu joyga chiqqanimda, bo'lmasa juda ko'p marotaba chiqqanman. Lekin har gal chiqqanimda hayajonimni yashira olmayman. Yana hayajonni. Bu tabiatda ulug'vorligini aytaman-da. O'sha tepadagi archalar bor-ku, tog'ning uchidan chiqib turgan. Yashash uchun kurash deb aytdi. Bu tog' mana shunaqa juda bir shafqatsiz joyda bu yerda har bir giyoh ko'karish uchun intilish kerak. Harakat qilish kerak-da, gullab, urug' sepib, don qilish uchun. Har bir buta bu yerda yashash uchun kurashadi-da. Bu yerga kelib, toshlarda o'sib turgan daraxtlarni ko'rib, subhanalloh deyorasizlar-da. Davom etamiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, mana o'sha manzara. Mana o'sha qora qoya tosh. Qora qoya deb endi ramziy ma'noda o'zimizga nom qo'yib olganmiz, o'zimiz bu joylarga. Lekin har qayerdan qora-da, mana qoya bor-ku, qop-qora. Agar yomg'ir yog'sa, juda ham qora rangga kiradi. Bu qoyalarni ko'rasizlar, toshlarni. Xuddiki hozir ustiga tushib ketadigandek. Endi mana shunaqa suvdan o'tadigan joylarimiz bor. Shoshmasdan sekin-sekin suvdan o'tib, yuqorilab boraveramiz. Tog' toshlarda umuman shoshma-shosharlik qilish. Shu joyga kelganda 20-kvartalni yozib qo'yibdi. Balki o'sha bolalar meni tanir. Mana hozir toshga qaramamiz-ku. Debda bizachi bu ko'rib yozib qo'yganlar. Hech ham bir maqtaydigan yoki bularni ko'rib
Nima deydi? Yaxshi iliq so'z aytadigan so'z topa olmayapmiz-da. Buni oddiy tilda vandalizm deydi. Bu yaxshi narsa emas. Mana ismlaringni yozib qo'yibsanlar, qayerda kelganlaringni yozib qo'yibsanlar. Oddiy ko'rgan odam hamcha sizlarga yaxshi gapirmaydi. Yomon narsalar bilan gapiradi. Nima keragi bor, kimligini ham bilmaydi mana. Lekin mana shunaqa tabiatli chiroyli joylarni har xil yozuvlar bilan bunaqa darajada vandalizm bilan shug'ullanish yaxshi narsa emas. Juda kapaliklar ko'p ekan. Kapaliklar suv ichgani keladi bunaqa joyga. Ya Alloh, qudratingdan. Mana birinchi Sharsharaga ham yetib keldik. Ancha yillar oldin yetib kelganimizda Murod hali kichkina bola edi, qo'limda ko'tarib kelardim. Mana hozir necha yillar o'tib, katta yigit bo'lib qoldi. O'zi mustaqil bunaqa joylarga bemalol chiqib kelyapti. Vaqt shunaqa narsada tash suvga o'xshab oqib umr o'tib ketaveradi. Lekin bu umrni kim qanaqa kechiradi? Kimlardir uydan chiqmasdan o'sha divanda o'tirib olib, televizor ko'rib, dam olgan kunlari uydan chiqmasdan o'tkazadi. Kimlardir har shanba odam vaqt topganda yoki imkon bo'lganda shunaqa ajoyib joylarga chiqib, tabiatdan mazza qilib lazzatlanadi. Mana bu haqiqiy hayot. Hayot zavqi mana shunaqa narsalarda. Bu ajoyibligini ko'ryapsizlarmi? Bu Sharsharani yig'ilishini qaranglar. O'rtoqlar, Qo'riqchi qoyaga keldik. Qo'riqchi qoyani qanday bilasizlar? Askarga o'xshaydi.
xuddi shu joylarni manzillarni qo'lga olgandek. Tabiatda shunaqa ajoyib joylari bor. Buni o'tirib, mazza qilib tomosha qilsang bo'ladi. Mana shu tosh ustiga chiqib olasan. Bu atrofdagi manzarani qaranglar. Sharsharalar. Ketdik. Mana da o'qiyan. Mana o'rtoqlar axiri yashil urgan daraxtga yetib keldik. Buni yashil urganda daraxt bir necha bo'laklarga bo'linib ketgan. Lekin o'shanda ham tegidan yengil mehollar chiqib, yashash uchun kurashdi mana. Harakat qilib tegidan yana yengil mehollar chiqyapti. Xeyvamı sharsharaga qaranglar. Shunaqangi yaqinki har 20-30 qadamda uchaydi sharshara. Agar suvni ichi bilan yurilsa, on sonra chiqsa bo'ladigan joyda ham chiroyli manzaralar bor. O'sha joylarga ham chiqsa bo'ladi. Qani endi o'zimga o'xshagan tavakkalchi bir sherik bo'lganda juda bir chiroyli joylarga olib borib, shu manzaralarni ko'rgan bo'lardim. O'zim ham juda orzu qilaman shu yerga borgani, lekin sherik yo'q. Sherik bo'lgan yaxshi-da. Zerikmaysan.